bunaqa voqealarda bo'lishi juda ham achinarli holat. Vrachda aybi bilan bo'lishi mumkin. Biz o'zimizni zaharlayotgan millat hisoblanamiz. Doktor Bo'tayev qimmat vrachmi? Bu retsept tizimi mani o'zimning fikrim bu juda ham to'g'ri tizim. Bu zahar hisoblanadi. Endi o'lim holatiga keladigan bo'lsak, avvalambor bu qadar taqdir. Lekin ayrim shifokorlar Xudo ko'rsmasin bizga sig'ininglardir-da. Bir kishi bemor vafot etdi. Ularning oilasiga hozir qanchalik qiyinligini tasavvur qilishimiz mumkin. Shu narsa kerak. Divanda yotib olib kritika qilishimiz kerak. Hech qaysi shifokor operatsiyaga shu bemorni o'ldiraman deb kirmaydi. Hech qaysi bemor operatsiyaga kirib o'laman demaydi. Assalomu alaykum azizlar, Shifo bo'lsin podkastda yana sizning huzuringizda. Bugungi mavzu sizni murojaatlaringizdan kelib chiqib tayyorlangan mavzu, chunki so'nggi paytlarda aynan mana shu yo'nalishda yoki shifokorlar xatoga yo'l qo'yishyapti yoki bu tepadan berilgan o'zgarishlar. Lekin nima bo'lganda ham biz hamma narsani xayrga yo'yamiz va bugun siz bergan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bugungi mehmonimiz doktor Bo'tayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Bugun sizni taklif qilishimiz bejizga emas, chunki so'nggi paytlarda aynan sizni yo'nalishingiz atrofida juda ham ko'p nojo'ya gaplar yuribdi, mish-mishlar yuribdi yoki insonlarni aynan mana shu yo'nalishga bo'lgan qarashlari qaysidir sabablarga ko'ra o'zgaryapti. Shifokorlarning xatosi bo'lishi mumkin yoki o'sha kelgan bemorda qandaydir o'zgarishlar sabab bo'lishi mumkin, lekin o'lim holatlari ham uchrab turibdi. To'g'ri, boshqa meditsinaning boshqa yo'nalishlarida ham bu bo'ladi, lekin bu haqda biz negadir kamroq eshitamiz. Aynan lor yo'nalishida, ya'ni tomoq, burun va quloq yo'nalishida mana shu gap so'zlar ko'paygani sabab sizni taklif qildik. Bu birinchi muammo va ikkinchisi albatta o'zgarishlar. Ya'ni sizni sohangizdagi o'sha tomoqda, burunda, quloqda bo'ladigan o'zgarishlar bo'yicha muxlislarimiz savollar berishyapti va keling hozir suhbatimizni mavsumiy kasalliklardan boshlasak. Chunki hozir mana qishga kirib keldik. Qish ham kuzga o'xshab boshlandi. Hozir mana qorlar yog'di. Lekin aynan shu paytda ko'pgina insonlarni yil bo'yi bezovta qilmagan kasalliklari kelib chiqishni boshlaydi. Gemoritlar, otitlar, rinitlar, tanzilitlar. Hozir qaysi kasallik bilan odamlar sizga eshik qoqyapti? To'g'ri aytdingiz. Hozir mavsumiy kasalliklar avj oladigan vaqtda bu ob-havoni kelishiga bog'liq. Ya'ni bizning organizmimiz ob-havoni o'zgarishiga moslashuvchan bo'lmaydi. Tez o'zgarishi yomon ta'sir qiladi. Misol uchun issiq ob-havo bo'ldi, birdan havo sovidi, organizm unga moslasha olmay qoladi. O'shaning uchun immunitet tushadi. Bizning atrofimizda kasallik qo'zg'atuvchi virus va bakteriyalar doimiy bor. Immunitet tushgani uchun ular keyin kasal qo'zg'aluvchan bo'ladi. Biz o'zimiz ham qanaqa? Havo yaxshi bo'lsa ko'chaga ko'p aylanamiz, derazalarni ochib qo'yamiz, keng maydonda harakat qilamiz. Lekin sovuq tushishi bilan biz nima qilamiz? Derazalarni yopamiz, kichkina pomeshcheniyalarda yig'ila boshlaymiz. Ya'ni shu bor virusli infeksiyani bir-biriga tarqalishiga, ya'ni bir kishidan ikkinchisiga o'tishiga sharoit qilib beramiz. Bu birinchisi sharoit. Ikkinchisi immunitet. Aytganimdek, havoni o'zgarishi bilan, ya'ni sovuq havo kirishi bilan organizmning immuniteti pasayadi. Va immuniteti pasaygandan keyin bu idealniy sharoit yaratadi, ya'ni kasal bo'lishga. Eng ko'p kasallik qo'zg'atuvchi viruslar 200 dan ortiq viruslarning turi bo'lsa, yuqori nafas yo'llarida kasal bo'ladigan, bular bizning atrofimizda juda ko'p. Va nafas yo'llari aynan bu boshlanish hisoblanadi. Ya'ni yuqori va pastki nafas yo'llari. Yuqori nafas yo'llari masalan burundan boshlanadigan bo'lsak, birinchi virus kiradigan joyi o'zi burun. Shuning uchun ko'proq yuqori nafas yo'llari kasallanishdan boshlanadi. Ya'ni burnimiz oqadi, burnimiz bitadi, keyin tomog'imiz og'riydi va temperatura chiqishi mumkin va shunaqa kasalliklar bilan kasallanish mumkin. Endi nima qilish kerak?
birinchi navbatda biza immunitetimiz bilan kurashishimiz kerak. Ya'ni immunitetimizni oshirishimiz kerak. Ya'ni odamlarda noto'g'ri tushuncha bor, immunitetni dori vositalari bilan ko'taraman deb Nima o'ylaydi. bilan ko'tarish kerak? Unaqa emas. Immunitet qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, bizni kuchimiz degan. Bizlar kuchimiz. Biz qancha kuchli bo'lsak, virus yoki bakteriyalar bizni shunchalik mag'lub qila olmaydi. Aha. Men tushuntirish uchun bunaqa aytaman. Siz kechqurun qorong'i ko'chada ketyapsiz. Qorong'i ko'chada. Bitta o'g'ri sizni tunamoqchi bo'lyapti. Siz agar sport bilan shug'ullangan bo'lsangiz, baquvvat bo'lsangiz, u sizni tunash ehtimolligi kamroq. Kasallik ham xuddi shunaqa. Kasallikni qo'zg'atuvchi virus hamma joyda bor. Lekin agar siz kuchli bo'lsangiz, sizni uni yengish ehtimolligi kamayadi. Demak, har qanday kasallikni yengish uchun biz avvalo immunitetimizni ko'tarib Kuchaytirishimiz olishimiz kerak. kerak. Immunitetni ko'tarishni yagona usullardan biri bu sport bilan shug'ullanish. Ana. Sport bilan shug'ullanish. Lekin hozir ahamiyat beryapman. Juda ham ko'p yoshlar sport bilan shug'ullanyapti, o'zlariga qarayapti, vitaminlar ichyapti. Bu juda ham yaxshi va tan olish kerak, ko'proq kasallikka chalinayotgan bu yoshi kattalar va yosh bolalar bo'lyapti. Yosh bolalar. O'rta yoshdagi insonlar har holda immuniteti kuchliroq va ular kamroq kasal bo'lishadi. Yuqorida viruslar, bakteriyalar deb qayta-qayta gapiryapsiz. Aslini olganda shuncha yil vrachlar bilan, shifokorlar bilan ishlayman, lekin hali hamon menga hech kim virus bilan bakteriyani farqini tushuntirib bergani yo'q. Chunki har ikkalasini davolash usuli ham har xil. Xuddi shuna. Nima Xuddi farqi shunaqa. bor? Viruslar odamlar tushunadigan tilda aytadigan bo'lsak, bu kichkina mavjudotlar. Aha. Bakteriyalar undan kattaroq mavjudotlar. Endi bakteriyalar hujayrani asosan deb gapiraylik, hujayrani ustida faoliyat ko'rsatsa, viruslar hujayrani ichiga kirib Aha, demak virus ko'rsatadi. qo'rqinchliroq. Qo'rqinchliroq. Misol uchun bizda masalan bemorlar kelishadi, temperaturasi 38-39 gradus. Bu yana mavsumiy vaqti. Bu ko'pincha virusli infeksiyani belgilaridan biri. Bizada ko'pincha vrachga murojaat qilmasdan bakteriyalarga qarshi antibiotiklar qabul qilishni boshlashyapti. Bakteriya antibiotik. Antibiotikka bakteriyalarga ta'sir qiladi, lekin virusga ta'sir qilmaydi. Aha. Demak, sizni bolangiz agar 38-39 temperatura qilayotgan bo'lsa, uni siz bu vrachga ko'rsatmasdan o'zingizcha antibiotik qabul qilishingiz bu umuman foydasi yo'q degan. Qayta zarar keltiryapsiz deyish mumkin. Ya'ni любой dori bu zahar hisoblanadi. Agar noto'g'ri qo'llansa, даже to'g'ri qo'llansa ham xohlagan dorimizni foydasi bor, zarari bor. Lekin foydasi zararidan ko'proq bo'lgani uchun biz beramiz bemorlarga. Mana shu narsa juda ham ключевой moment hisoblanadi. Bizning xalqimiz orasida shunday fikr borki, bu dori demak foyda. Uni umuman zarari yo'q deb tushunsa, bu juda ham noto'g'ri tushuncha. Dori bu samo собой bu ximikat, bu zarari bor. Lekin uni ayrim bemorlarga qo'llaganimizda zararidan ko'ra foydasi ko'proq. Shuning uchun beramiz. Demak, shu o'lchamda qaraymiz. Agar hayotini Albatta. saqlab qolish kerak bo'lsa, o'sha Bo'lsa, dori yoki- vositasini beramiz, albatta. isitmasini tushiramiz. Ayniqsa Xuddi bolajonlarimizda bu Xuddi juda ham bir qo'rqinchli asoratlarga olib keladigan joyi bor-da, dori vositalarini bilib bilmasdan ota-onalarimiz dori vositalarini berib bolajonlarga ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Bu haqda alohida gaplashamiz. Keling, hozir ko'proq demak bugun urug'ini burun va tomoqqa bersak, chunki quloq meni nazdimda kamdan kam bezovta qiladigan organ deb hisoblayman. Agarda o'sha shapka kiyib yursa, e'tiborli bo'lsa, yuvinganda quloqqa suv kirib ketmasa, ortiqcha qanaqadir bezovta qilmaydigan organlar sarasiga kiritaman shaxsan o'zim. Lekin tomoq men yoshligimdan qiynalganman. Tanzilit ko'p davolanganman. Chunki ota-onam doimo menga bu tomonlama e'tiborli bo'lgan, lekin oldirilmagan. Operatsiya qilinmagan va keyinchalik bu narsa revmatizmga olib keldi va revmatizm keyinchalik yurak porokiga olib keldi. Chunki men o'zim boshimdan o'tkazganim uchun buni
nojo'ya ta'sirini juda yaxshi bilaman. Keling shu haqida gaplashaylik. Mana bolajonda angina boshlangani, tonzillit boshlanganini nimadan bilamiz o'zi? Qayta-qayta bo'laveradimi, nima bo'ladi? Endi bodomcha bezi bor Mhm. organizmda. Bodomcha bezi bu og'iz bo'shlig'i bilan tomoqda orasida joylashgan. Mhm. Bodomcha bezini vazifasi bu sensor vazifasini bajaradi. Ya'ni bu ovqat hazm qilishini darvozasida joylashgan. Ya'ni biz ovqat yeymiz. Ovqat yeganimiz tarkibida har xil mikroblar bor. Ular proba oladi. Shu ovqatdan mikrobidan proba oladi. Aha. Proba olgandan keyin u informatsiya yig'adi. Значит, organizmga shunaqa bakteriya kirdi. Mhm. Shunga tayyorgarlik ko'r deyiladi. Maxsus hujayralar bor, ularga qarshi shu bakteriyalarni o'ldirish uchun hujayralar ishlab chiqariladi. Aha. Bu как бы sensor. Men nimaga o'xshatishim mumkin? Avvalgi zamonlarda men bu shaharda darvozasini oldida eski kinolarda nayza ko'targan ikkita odam Posbonlar, turadi. posbonlar, Posbonlar. ha. Xuddi organizmimizda ovqat hazm qilish yo'lini boshlanish posboni hisoblanadi. Aha. Kim kiryapti-yu bizaga nima qarshi qilishimiz kerak? Mhm. Xuddi shunaqa posbon hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, organizmda shunaqa virus yoki bakteriyalar juda ko'p miqdorda kiradi va bemorning immuniteti past. Immuniteti past bo'lgandan keyin bu yuklamasi oshib ketadi bu bezni. Yuklamasi oshib ketgandan keyin birinchi reaksiya nima bo'ladi? Shu bezni o'zi yallig'lanadi. Ya'ni nima bo'ladi? Bemor tupuga ham yutolmay qoladi, tomog'i kuchli og'riydi, temperaturasi chiqadi, yotib qoladi. Bu angina deyiladi. Bu o'tkir kasallik. Bu 10 kun, 7 kun davom etadi, o'tib ketadi. Endi yana qanchadir oydan keyin yana shunaqa angina bo'lishi mumkin. Bu o'tkir protsess. Endi bu narsa bir necha marta takrorlangandan keyin yoki virusning infeksiyani kirishi juda ham haddan ko'p bo'lib ketgan vaqtda bu bodomcha bezi surunkali kasallikka o'tadi. Bu уже surunkali tonzillit bo'ladi. Aha, demak shu xavfli. Bu xavfli. Qarang, shunga o'tib ketmasligi uchun ota-ona nima qilish kerak? Bizning ota-onalar juda ham yaxshi ko'radi borib tomoqni yuvdirishni. Sal tiq etsa, borib yuvdirib keldim, isitmasi tushdi, yuvdirib keldim, isitmasi tushdi. Faqat yuvdirib yuraveradi. Aslida nima qilish kerak? Konservativ davolash kerakmi dori vositalari bilan? Yoki o'sha 1-2 angina bo'lgandan keyin uni oldirib tashlash kerakmi? Nima qilish kerak? Endi qarang. Avvalambor kasallik bo'lmaslikka harakat qilish kerak. Avvalambor. Bu nima degani? Kasallikni oldini olish kerak. Xuddi shu avvalgi gapimizga qaytamiz. Immunitetni kuchaytirish kerak, to'g'ri hayot kechirish kerak, to'g'ri uyquni yo'lga qo'yish kerak. Siz aytgan vitaminoterapiya va jismoniy mehnat. Mana shu sog'liqda asosiy hisoblanadi. Endi bolalarda buni Endi. qilish qiyin-ku. To'g'ri qiyin, lekin harakat qilish kerak. Meni o'zimni 4 ta farzandim bor. Aha. Bizada bola ham kasal bo'ladi. Men bolalarimni kasal bo'lishidan qachon qutuldim? Hammasini sportga berib qutuldim. Hammasini majburan sportga beraman. Hamma sportsmen shundan keyin lor a'zolari kasallikdan qutuldi. Bu degani umuman kasal bo'lmaydi emas, bo'ladi. Lekin tonzilliti Lekin yo'q. kamroq kasal, tonzilliti yo'q. Endi boshqa faktor ham bor. Bir xil hozir bizda ko'rib turgan tomoshabinlar aytishi mumkin. Meni ham bolam sportga shug'ullanadi, lekin tonzilliti bor deyishi mumkin. Bu immunitetga bog'liq bo'lishidan tashqari genetikaga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bizda shunaqa organizmimizku, biza chaqaloq bo'lib tug'ilganimiz bilan biza sog'lom bo'lib tug'ilmasligimiz mumkin. Biza avtosalondan chiqadigan mashina emas, sog'lom bo'lib tug'ilmaymiz. Jazi chaqaloq bo'lib tug'ilsak ham biza ota-bobolarimizni kasalligini moyilligi bilan tug'ilishimiz mumkin. Shu narsa bilasizmi? Mana nechta suhbatda shu narsani eshityapman. To'g'risini aytsam, go'da xafa bo'laman-da, chunki biz istaymiz farzandlarimiz mutlaqo sog'lom tug'ilishini va ularga hech qanday gard yuqmasligini. Lekin hozirgi suhbatimizdan kelib chiqqan holda, demak, agarda angina 1, 2, 3 marta bezovta qilsa, uni nima qilish kerak? Endi bizada kitoblarimizda yozilgan, agar bola yilida 3 martadan ko'p angina bo'lsa, buni bodomcha bezini olib tashlash kerak bo'ladi. Ya'ni tonzillektomiya operatsiyasi amalga oshiriladi. Siz klinikada buni amalga oshirasiz. Albatta, albatta. Bilasizmi, men yoshligimda narkozsiz o'tkazilardi. Hozir qanday? Misol uchun men 15 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, men ham 15 yil oldinlari mahalliy organizatsiya qilganmiz. Baqirtirib Buni hammani. hamma biladi qanaqa. Kim operatsiya qildirgan bo'lsa biladi. Bemor
hushida bo'ladi, uni ukol qilinadi, operatsiya qilinadi, bir lotok qon qusadi, keyin bemor hamma narsani ko'rib turadi, his qilib turadi. Shuni qilganmiz. Bu avval shunaqa qilinardi. Tish Hoz olgandek xuddi bo'lardi-da. shunaqa. Hozir esa zamon o'zgardi. Mana anesteziya usullari bo'ldi, davolash usullari o'zgardi. Hozir umumiy og'riqsizlantirishda qilinadi, yana narkozda qilinadi. Va operatsiya qilish texnikalari ham o'zgardi. Misol uchun biza o'zimiz 10 yil, 15 yil oldin instrumentlar yordamida, qaychilar yordamida, respiratorlar yordamida qiladigan bo'lsak, hozir misol uchun klinikamizda kablator degan apparat. Bu sovuq plazmali kablatsiya usulida qilinadi. Ya'ni hujayrani plazma darajasida parchalab, plazma yordamida operatsiya qilinadi. Operatsiya davrida deyarli bir tomchi ham qon Hozir gapiryapsiz, tomonlarim Og'rib ketyapti. og'rib. Chunki siz aytgandek, men endi o'sha 12-13 yoshimda qilamiz deyishganda janjal qilganman. O'zim yo'q deb chiqib ketganman. O'shaning uchun qolib ketgan u. Lekin demak hozir ota-onalarimiz qo'rqmasdan bemalol doktor Butayevga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki o'zimni boshimdan o'tganda bekorga aytmadim. Agarda bu vaqtida davolanmasa, oldirish kerak bo'lsa, oldirib tashlash kerak. Davolanmasa, keyin manda revmatizm bo'ldi, keyin parokka o'tdi. Bu juda qiyin. Xuddi shunaqa endi surunkali tanzilitda ham ko'rsatmalari bor. Agar bemorda surunkali tanzilit bo'lib, boshqa a'zolarga ta'sir qilgan bo'lsa, misol uchun revmatizmga olib kelgan bo'lsa, yoki yurakka ta'sir qilgan bo'lsa, yurak paroklariga olib kelgan bo'lsa, yoki buyrakka ta'sir qilgan bo'lsa, pielonefrit, glomerulonefrit kasalliklariga olib kelgan bo'lsa, yoki bo'lmasa ayrimlarda bepushtlikka olib kelishi mumkin. Chunki tuxumdonga ta'sir qiladi, hayz buzilishiga olib keladi. Bu bodomchi bezida yig'ilgan bakteriyalar, yiringlar, ularni o'ldirmoqchi bo'lgan hujayralar keyin taniy olmay qoladi. U chetdan kelgan bakteriyami? Xuddi shunaqa taniy olmay qoladi. Bu o'zimizda bakteriyami yoki chetdan chiqishganmi deb odamni o'zini hujayralari o'zini to'qimalarini yemira boshlaydi. Ya'ni bug'um to'qimalarini yemira boshlaydi. Yurak, buyrak, biriktiruvchi to'qima hamma joyda bor. Tuxumdonni hujayralarini yemirishi mumkin. O'shaning natijasida boshqa a'zolarga ta'sir qilishi mumkin. Surunkali tanzilit nima muammosi bor? U bemorni umuman bezovta qilmasligi ham mumkin. Lekin asorati bu yomon. Siz aytgan asoratlar bilan to'g'ri, qo'rqitmoqchi emasmiz. Borini aytyapman, chunki revmatizmni uzoq yillar davomida davoladim, lekin baribir parokka o'tdi. Parok bilasizlar nimaligini, chunki hayotim davomida, mana hayotim ikkinchi qismida qiynalyapman. Nafas olishim qiyinlashgan, o'sha bo'g'imlardagi og'riqlar paydo bo'ladi, yurak bezovta qiladi. Bu juda qiyin jarayon, shuning uchun farzandlarga e'tiborli bo'lamiz. Ana endi burunga o'tamiz. Sevimli a'zoyim, chunki burun meni nazdimda juda ham ko'p funksiyalarni bajaradi. Men aktrisa bo'lganim uchun bizni yoshligimizdan burun bilan nafas olishni o'rgatishadi. Aynan burundan to'g'ri olingan nafas keyin yaxshi ovoz chiqarib beradi. Chunki og'izdan olingani boshqacha eshitiladi, burundan olingani boshqacha deb o'rgatishadi. Bu bir. Lekin bizni oilamiz ajoyibda. Mana menda angina bo'lgan, sinimda bo'lgan, sinim oldirgan, keyin gaymarit bo'lgan. Shu yerda o'ylab qoldimda, agar angina oldirgandan keyin bechora to'siq, bu yerda to'siq yo'q, keyin burunga o'tarmikan? Shunaqa bo'ladimi o'zi aslida? Bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Savolingizga to'g'ridan to'g'ri javob berishim mumkin. Surunkali tanzilitni gaymaritga ahamiyati yo'q. Bu alohida kasallik. Alohida kasallik. Gaymaritni o'zini keltirib chiqaruvchi sabablari bor. Masalan, Misol uchun, birinchi sabab yana ham shu immunitet. Immuniteti kuchli odam hech qachon gaymarit bilan kasallanib bo'lmaydi yoki kamroq kasal bo'ladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab burun to'sig'ining qiyshiqligi. Burun to'sig'ining qiyshiqligi gaymaritning asosiy sabablaridan biri. Chunki bizda burnimizda o'rtada devor bor, bu devor ikkiga bo'lib turadi. Ikki tomoni отдельный orqagacha. Va burun yondosh bo'shliqlari, ya'ni gaymar bo'shlig'ini shamollash hisoblanadi. U burunning atrofida joylashgan bo'shliq. U burunni ichiga havo bilan ta'minlanishni vazifasini bajaradi. Ya'ni nima uchun kerak o'zi bizga gaymar bo'shlig'i? Normada turganimizda, nafas olganimizda gaymar bo'shlig'ida ichidagi turgan
isib, ilib, toza bo'lib turgan havo biza tashqaridan kirayotgan havoga qo'shilib, Aha. ikkalasi qo'shilgandan keyin bu yoqda iliq bo'lib turibdi. Tashqaridan olayotganimiz sovuq. Ikkalasi qo'shilib ichkariga ketadi. Ya'ni tayyorlashga yordam beradi. Aha. Uni vazifasi shu. Aha. Nafas chiqarayotgan vaqtimiz bir qismi havo bu gaymer bo'shlig'iga kiradi. Mhm. Endi gaymer bo'shlig'i agar burun to'sig'ini qiyshiqligi tufayli havo kirib chiqishi buzilgan bo'lsa, havo aylanishi buziladi. Havo aylanishi buzilgan joyda yallig'lanish jarayonlari bo'lish ehtimolligi ko'payadi. Mhm. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sababi allergiya. Kimda agar burnida allergiya bo'lsa, Mhm. unda gaymarit bo'lish ehtimolligi karrasiga oshadi. Va oxirgisi bu tishdagi muammolar. Chunki bizning yuqori jag'dagi tishlarimizda ildizi bevosita ayrim holatlarda gaymer bo'shlig'i bilan aloqador bo'lib qoladi. Ya'ni tishda ildizi gaymer bo'shlig'iga kirib turgan bo'lishi mumkin. Va tishdagi yallig'lanish jarayoni bu bevosita gaymer bo'shlig'iga o'tib ketishi ham mumkin. Bilasizmi, meni hayotimda siz birinchi lorsiz shu haqda gapirgan. Chunki tishlar biz doimo alohida organ deb o'ylaymizda, hozir gapiryapsiz, o'ylayapman. Chunki misol uchun meni tishlarimni o'sha aql tishlarimni ildizlari noto'g'ri o'sganda, qiyshayib, ichkariga kirib juda qiynalganman oldirganimda ham. Demak, shu ham meni nafas olishimga ta'sirini o'tkazgan ekanda. Bo'lishi mumkin. Mana endi Albatta bo'lishi tushunyapman, mumkin. endi tushunyapman. Va to'siq haqida gapirdingiz. Hozir bu moda, hozir bu trend. Chunki oldin to'siq nimaligini biz bilmasdik. To'siq haqida vrachlar gapirmasdi. Hozir qayerga borsangiz, burningizda to'sig'i sal qiyshiqroq ekanda, shuni to'g'irlashimiz kerak. Sizga rinoplastika qilamiz va uni o'rtasida uni to'g'irlaymiz, buni to'g'irlaymiz. Qarabsizki, 3 tasi birda. Tayyor. Va burun to'sig'i haqida gapirganimda nimagadir men sal o'ylanib qolaman. Rostdan ham bu katta rol o'ynarmikan yoki hozirgi vrachlar operatsiya qilvoli degan maqsadda shuni aytarmikan degan savol qiynaydi meni. Aslini olganda siz aytyapsiz, bu juda ham muhim. Burun to'sig'ini qiyshiqligini biz qayerdan bilishimiz mumkin? Tashqaridan ko'rinadimi? Yoki faqat sizni huzuringizga kelganimizda aytishingiz mumkinmi? Mana meni burnimga qarang. Endi burun to'sig'ini qiyshiqligini qayerdan bilishimiz Yo, mumkin? menda bormi? Uni bilib bo'lmaydi. Chunki burunni usti qismi to'g'ri bo'lib turib, burunni to'sig'i qiyshiq bo'lishi mumkin. Mhm. Burunni ustki tomoni qiyshiq bo'lib turib ham burunni devori to'g'ri bo'lishi mumkin. Burun to'sig'ini hozir birinchi marta ko'rayotgan yoki lorga ish tushmagan odamlar ko'rayotgan bo'lsa, nima? Burun to'sig'i burunni o'rtasidagi devor hisoblanadi. Aha. U ichkarida bo'ladi. Oldingi qismidan to tomoqqacha davom etadi, lekin bu asosan to'g'ri bo'ladi. O'rtada joylashgan bo'ladi. Vazifasi nima? Vazifasi burun bo'shlig'ini ikkiga bo'lib turish. O'rtadagi devor. O'sha devor bo'lmasa nima bo'lardi? Devor bo'lmasa nima bo'ladi? Devor bo'lmaganda bizning burnimizni ichi shunaqa Alloh tomonidan shunaqa mukammal yaratilganki, burunni teshigi kichkina, ichkariga kirganda sal kengroq maydonga kiramiz va bu klapan vazifasini bajaradi. Ya'ni tashqaridan kirgan havo ichkariga burun ichiga kirgandan keyin u bosim oshadi. Ya'ni mana e'tibor bersangiz, katta daryolar kichkina o'zan bo'lsa tez oqadi. O'zani katta bo'lsa sekin oqadi. Burun ichi ham xuddi shunaqa. Burun ichiga kirgandan keyin havo oqimi tez harakat qila boshlaydi. Va burunning yonida shunaqa chiqanoqlar joylashganki, ularning atrofida aylanib havomiz iliydi, isiydi, namlanadi va keyingi bosqichga tayyor bo'lib o'tadi. Ya'ni tomoqqa biza tashqaridan kirgan to'liq havo kirmaydi. U iliydi, isiydi, changlardan, bakteriyalar bir qismidan tozalangan holatda keyingi bo'shliqqa, keyingi nafas yo'liga o'tkaziladi. Burun to'sig'i shuni vazifani bajarishga katta ahamiyatga ega. Chunki burun ichi katta bo'lsa, u ikkiga bo'lib, ikkita kichkina yacheykaga bo'lyapti. Ya'ni ichkariga kirgan havo ko'proq shilliq qavat bilan kontaktda bo'lish uchun. Demak, burun to'sig'i juda ham muhim Juda ham muhim. ekan. Endi burun to'sig'ini qiyshiqligini qayerdan bilish mumkin?
oddiy uyda o'tirgan odam o'zini burun to'siqni qiyshiqligini qayerdan bilishi mumkin? Birinchisi, burundan nafas olishni qiyinligi. Misol uchun, shamollasa ham, shamollamasa ham burun bitib turadi. Tez burun bitadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, shamollash uzoqroq davom etadi. Misol uchun, oddiy odamda shamollaganda burun bitishi 3 kun, 4 kun davom etsa, bularda 1 hafta, 1,5 hafta, 2 haftagacha davom etadi. Uchinchi belgisi bosh og'riq. Burnidan yaxshi nafas olmaydigan odamlar har doim bosh og'riq bezovta qiladi. Chunki kislorodni голодание bo'ladi. Miyaga kislorod yetib borishi kamayadi. Keyingi belgisi bu uyquni buzilishi. Burnidan yaxshi nafas olmaydigan odamlar uyqu buziladi. Kechqurun burni bitib qoladi, turishga majbur bo'ladi va ertalab tursa boshi g'um bo'lib og'rigan holatda turishi mumkin. Va tez gaymarit bo'lishi. Masalan, ayrim bemorlar tez gaymarit bo'ladi va bu ham burun to'sig'ini qiyshiqligidan xabar beruvchi belgilardan hisoblanadi. Endi uni haqiqatdan qiyshiqligini bilish uchun albatta lorga kelish kerak bo'ladi. Lor ko'radi, ya'ni renoskopiya qiladi. Burunni ochib ko'radi va burun to'sig'ini qiyshiqligi ko'rinadi. Kerak bo'lsa uni 3D rentgen yoki kompyuter tomografiya qilish mumkin yoki endoskopik tekshirishlar amalga oshirish mumkin bo'ladi. Shuni oldindan aytib qo'yishim mumkin. Hamma burun to'sig'i qiyshiqligi ham burundan nafas olish qiyinligiga sabab bo'lavermaydi. Hamma burun to'siq qiyshiqligi ham operatsiya qilishga ko'rsatma bo'lmaydi. Endi shu savolni bermoqchi edim. Chunki odatda ko'p eshityapman-da, mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda agar shifokorlarni ko'rsangiz, aynan burun bilan shug'ullanadigan shifokorlar deyarli hammasi o'sha kelayotgan bemorlar bilan suhbatda mana bu snimikda ko'ryapman, burningizni to'siq qiyshiq ekan, operatsiya qilishimiz kerak, bo'lmasam hayotingiz davomida qiynalasiz. Demak, hammasi ham operatsiya qilinmaydi. Bemor ko'riladi va undan keyingina to'g'ri tashxis qo'yilib, to'g'ri tashxisdan keyingina aynan operatsiya kerak yoki yo'qligi haqida gaplashamiz. Operatsiyalar haqida ham alohida so'rayman. Hozir dori vositalari haqida so'ramoqchiman. Chunki aynan burnida qandaydir muammosi bor. Mana gaymaritni gapirdik, to'siqni gapirdik. Undan tashqari juda ko'p kasalliklar bo'lishi mumkin burun bilan bog'liq. Lekin hozirgi paytda ahamiyat beryapman. Atrofimdagi 10 ta odamdan 8 tasi burunga sepadigan dori vositasini ko'tarib yuribdi. Nomini bilmayman, chunki o'zim ishlatmayman, yomon ko'raman. Hattoki shamollasam ham ishlatgim kelmaydi. Lekin ular oylab, yillab sepib yurishadi. Shuni sepmasam burnim ochilmaydi deydi. Bu nima bo'lishi mumkin? Sababi nima? Xuddi bu juda ham katta muammo hisoblanadi. Mani o'zimga shunaqa bemorlar keladi, 10 yildan beri sepib yurgan bemorlar bor. Har 10 minutda sepadigan bemorlar bor. Tasavvur qilyapsiz. Yonimda sepishadi hozir sepadi, yana 15 minutdan keyin o'zi bitib qoladi, yana sepadi. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu muammoni noto'g'ri yechimidan kelib chiqadi. Nima uchun? Burun tomchilari nima? Burun tomchilari bu burunni ochuvchi preparatlar hisoblanadi. U nima hisobiga ochadi? Burunning ichiga sepgandan keyin qon tomirlarini toraytiradi. Qon tomirlar toraygandan keyin burunning yon qismida chig'anoqlar bor. U torayadi, yo'li ochiladi. 1-2 millimetr ochiladi va bemor yaxshi nafas oladi. Bu effekti momentalniy bo'ladi. Sepasiz 1 minutdan keyin уже burningiz ochiladi. Bu effekt momentalniy bo'lgani uchun bemorlar buni yaxshi ko'rishadi. Bu nima uchun chiqarilgan? Bu dorilar shamollagan vaqtingiz, gripp sezonida, oddiy tumov bo'lganda 1 hafta 10 kun sepish uchun mo'ljallangan dori vositalar hisoblanadi. Bizada nima qilishadi? U bemor burun to'siq qiyshiqligi bo'lishi mumkin, allergiyasi bo'lishi mumkin yoki burunda poliplari bor bemor shamollaydi, shamollagan vaqt sepadi. Sepgan vaqt zo'r ochiladi va bu bemor shu muammosini yechimi sifatida ko'radi. Vaholanki bu 7 kun, 10 kun sepish uchun mo'ljallangan dori, u doimiy sepish uchun mo'ljallangan dori emas. Unda burun to'siq qiyshiqligi bor. U burun to'sig'i dori sepgan bilan bari to'g'ri bo'lib qolmaydi. U burun yopiq-ku. Uni sepadi, ochiladi. Yana davrining ta'siri tugaydi, yana bekilib qoladi. Eng yomoni burun tomchilari bu zararli preparatlar hisoblanadi. Nimaga olib kelishi mumkin? Bu nimaga olib kelishi mumkin? Qarang. Birinchidan bu ximikat. Bizlar shunaqa o'ylashimiz mumkin. Masalan, meditsinada xabari yo'q edi. Buni burunga tomizaymanku. Yo'q, u qonga so'riladi. Mana Amerika kinolarida ko'rasiz, mana narkotik vositalar burnidan hidlaydi. Nima uchun hidlaydi?
U chunki burunda qon tomirlar juda ham ko'p joylashgan. U Aha. qon tomirdan so'riladi burun ichiga. Ah. O'shaning uchun bu burun tomchilari ham qon tomiri orqali so'riladi, kровотокка tushadi. Va bu qon tomiri orqali tarqaladi. Naborot biza ichadigan preparatlarimiz ko'pchiligimiz ichakdan so'rilmaydi, chiqib ketadi. Aha. Keyin so'rilgan taqdirda ham u jigar orqali parchalanadi ko'p qismi, Aha. 60% A bu gacha. qonga. Bu premo qonga tushyapti. Birinchidan nimaga olib kelishi mumkin? Birinchidan bu qon tomirlarni toraytiradi. Qon tomirlar bizlarda burnimizni ichini oziqlantiruvchi tomirlar hisoblanadi. Aha. Uni doimiy toraytirib turishi burunni ichini qon bilan ta'minlanishini buzadi. Ya'ni trofika buzilgandan keyin quruq tumov paydo bo'ladi. Doimiy burun quriydigan bo'lib qoladi, qatqaloq hosil bo'ladigan bo'lib qoladi. Ayrim bemorlarda hid kela boshlaydi burundan va doimiy qonashga olib kelishi mumkin. Ya'ni shilliq qavatni bu nosog'lom holatga olib keladi, doimiy tomchilar. Bu burunni qonaydigan bo'lib qoladi. Uchinchidan bu miyaga boradigan qon tomirlarni ham toraytirish natijasida bosh og'riqqa olib kelishi mumkin. Ayrim bemorlarimiz bor, yurakni, ya'ni bu tomir toraytiruvchi vositalar-ku, bu yurakni tez-tez urishiga olib keladi. Buni natijasida qon bosimini oshishiga olib keladi va eng yomoni ruhiy va jismoniy qaramlikka olib keladi. Ya'ni bu bemorlar hammasini ko'rsangiz, ular pachkalab bu dorilarni sotib oladi. Bittasi mashinada, bittasi uyda, bittasi spalnida, har doim ular ishxonada ham bitta olib beradi. To'g'risini aytsam, shu tanishlarimning ko'rinishi ham boshqacha. Chunki odam nimagadir qaram bo'lib qolsa, Qaram bo'lib qolsa, anaqa bo'lib qoladi, bunaqa qaltirab vahima. qoladi. Qolib ketibdi, aptekaga chiqib kel. Xuddi Tez shunaqa. chiqib kel, qolib ketibdi, nafas ololmayman. Shunaqa tanishlarim ham bor. Xuddi shunaqa. Lekin hozir davlatimiz tomonidan yangi qarorlar chiqyapti. Mana kuni kecha Retsept. chiqdi-da, retseptlar haqida. 10-dekabrdan adashmasam ishga kirdi. Men bir tomondan xursand bo'ldim. Ikkinchi tomondan xafa bo'ldim. Aha. Chunki oddiy oladigan dori vositalarimizga ham endi borib retsept ol, elektronniy bo'lsin, uni yozmasi qabul qilinmas ekan. Chunki elektronniy doktoringiz kerakli anaqada blankni kirgizib berishi shart ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana hozir biz aytayotgan muammoga bu cheklov qo'yadimi? Chunki biz aytayotgan dori vositalariga ham retsept kerak bo'ladi-ku endi. Xuddi shunaqa. Bu retsept tizimi, mani o'zimning fikrim, bu juda ham to'g'ri tizim. Bu barcha davlatlarda bor o'zi. Bor. Butun hozir masalan chet elga chiqsangiz, kasal bo'lib qolsangiz, aptekadan kirib dori ola olmaysiz hech qachon. Обязательно vrachga kirasiz, ular yozib beradi, keyin beradi. Nima uchun bu tizimni ishga kirishi qiyin bo'ladi? Chunki hamma tomon norozi bunda. Nima uchun norozi? Bu ish to'g'ri, lekin hammani komfort zonasidan chiqaradi. Nima uchun? Biz tayyor emasmiz. Tayyor emasmiz deylik. Bu qonunni chiqqaniga o'zi 10 yildan ortiq bo'lgan. Bu retsept tizimi bu bugun kelib chiqqan narsa emas. Bu 10 yil oldin yoki 15 yil oldin chiqqan. Lekin ishlab ketmagan. Nima uchun ishlab ketmagan? Birinchisi o'zimizdan boshlaylik. Vrachlarga bu noqulaychilik tuzdiradi. Nima uchun? Bu ortiqcha yozuvchi-zu, ortiqcha kompyuterga kiritish kerak, uni pasport daniylar hammasini kiritib, qo'liga ham yozib beramiz baribir. Unga ham yozib berishim. Bizga ham ish tug'iladi. Aha. Bu birinchi bizning norozichiligimiz. O'zimizdan boshlaylik. Lekin siz rozisiz. Lekin roziman, nima uchunligini aytaman. Ikkinchisi, bemorlarga ham noqulaychilik olib chiqaradi. Nima uchun? Bizning aholimiz shunaqa darajaga kelganki, bu tibbiy informatsiyamiz yoki qo'pol qaytib tibbiy madaniyatimizni yetishmasligidan hisoblanadi. Bizlar dorini xuddi oziq-ovqatdek qabul qilamiz. Aptekaga kiramiz, olamiz, qabul qilamiz. Olamiz, qabul qilamiz deb o'ylaymiz. Uni bu u zararsiz narsa sifatida qabul qilganmiz. Yuqorida aytib o'tdim-ku, bu zahar hisoblanadi. Noto'g'ri ishlatilganda bu zahar hisoblanadi. Даже to'g'ri ishlatilganda ham uni zarari bor. Bemorlarga nima yomon tomoni bu? U ortiqcha harakat, ortiqcha, ya'ni vrachga borish kerak, unga yozdirish kerak, kelish kerak. Bizlarda odamlarga nima udobni? Kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman, aptekaga kirib, mana shu men bu yorim og'riyapti, bunaqa dori bering deb, xuddi shunaqa olgani qulay. Bu ham noqulaychilik tug'diradi. Uchinchi tomon kimga noqulaychilik? Apteka, dori, farmatsiya sohasiga kerak emas. Nima uchun kerak emas? Chunki xuddi shu tizimda eng ko'p dori sotiladi bizada. Bizada dori biznesi oziq-ovqatdan keyin
eng ko'p sotiladigan narsa ekan. Endi apteka ochmoqchi edim. Endi aptekaga ham minus. Nima uchun? Agar bez retsept sotilsa, qo'pol qilib aytganda, ularda ko'proq dori sotiladi. A retsept bilan sotilsa, kamroq doriga aylanadi. Demak, 3 ta tomon bor. Dori yozuvchi odam, dori qabul qiluvchi odam, dori sotuvchi odam. Hamma Uchta kishiga norozi. hamma norozi. Lekin bu ish to'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Nima uchun? Vrach sifatida, shu sohada non yeyotgan odam sifatida agar aytmasam, meni vijdonim qiynaladi. Nima uchun? Biz o'zimizni zaharlayotgan millat hisoblanamiz. Bizada shunchalik dori-darmonni biz sababsiz ichish ko'pki, uni tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada xavfli darajadamiz. O'zim aptekada vrach sifatida dori olaman deb kirsam, обязательно 3 ta 4 ta xotin yoki erkak kelib bunaqa qiladi. Mani bolamni tomoq og'riyotdi, isitmasi chiqadi, dori bering deydi. Обязательно shu dorini noto'g'ri berayotgan bo'ladi. Mana bu antibiotikni oling, mana bu dozada oling deydi. Men oddiy misoldan konkret misolni keltiraman. Levofloksatsin dorini oling 250 dozasidan deydi. U o'ylaydi aptekada sotayotgan odam. Levofloksatsin dorisi antibiotika 250 dozada bersam, o'zi 500lik 750 deydi. U detskiy dozada o'ylaydi. Vaholanki levofloksatsin dorisi u 250 dozada ham bolalarga mumkin emas. U umuman bolalarga mumkin emas. 18 yoshdan keyin qabul qilinadigan dori. Keyin eng katta xato, mana bizning xalqimizning eng katta xatosi, hamma demayman, 80% insonlar uni ichini o'qimaydi ham. Yo'q. Misol uchun kimdir maslahat beradi, qaysidir o'rtog'i, qo'shnisi, hattoki vrach yozib bergan taqdirda ham hech kim o'qimaydi. Vrachlarga ham alohida aytib o'tmoqchiman, chunki dori vositasini yozib berayotganda juda ham ko'pchiligingiz so'ramaysiz. Nimaga allergiyang bor? Jigaring og'riydimi? Pochkangda kasallik bormi? Oshqozoningda yarang bormi deb so'ramaysizlarda. Juda Endi ko'pchilik qarang. so'ramaydi. Keyin biz borib uni sotib olamiz. Keyin bir haftadan keyin yotgan bo'lamiz. Yazva qon ochiladi, pochka og'riydi, jigar dodlaydi. Chunki nimaga ekan? O'qimabman, mumkin emas ekan, ichib qo'yibman deymiz. Endi qarang, dori vositalari bu meditsina xodimlarini quroli hisoblanadi. Uni hech qaysi bemor o'zidan o'zi borib samotyokda olishi mumkin emas. Ayrim dorilardan tashqari. Ayniqsa antibiotiklar, gormonlar, boshqa dorilar nazarda tutadigan bo'lsak. Chunki bu dorilar zarar hisoblanadi. Meni o'zimga shunaqa bemor kelgan, so'raganimda 1 yildan beri o'ziga dexametazon gormon qilib yurgan. 1 yildan beri. Ishib ketmaganmi? Endi shokka tushganmiz. Biza 15 yillik tajribaga egaman. 10 yil institutda o'qiganman. Biza berishga qo'rqamiz. Ayrim vaqtlar 3 kun, 4 kun sxema bo'yicha beramiz. Shunda ham qo'rqib turamiz. U endi shunchalik xavfi borligini bilmagandan qilganda o'ziga. Men shu doridan yaxshi bo'laman deydi. Tasavvur qiling, u o'zini tamom qilib bo'lgan o'zi bemor. Gormonal sistema ishdan chiqib bo'lgan o'zi. Uni hali atmen qilgandan keyin ko'rasiz nimalar bo'lishini. Eng yomon tomoni nimada? Mana bizda ishib turgan aholiga meni qarzim aytib qo'yish. Siz ichayotgan notartib, retseptsiz ichayotgan, o'zingizcha to'g'ri deb o'ylayotgan dorilar bu birdan effekt qilmasligi mumkin. Bizda odamlarda nima? Bitta dorini ichdi, qusdi yoki mazasi qochdi. Unda shuni bog'laydi. Bog'lash effekti bor. Masalan, shu doridan bo'ldi. Lekin shunaqa dorilar borki, u 10 yildan keyin birilishi mumkin, 5 yildan keyin birilishi mumkin. Uni hech qachon bog'lay olmaysiz. Organizmga. Ya, конечно, hamma dorining kumulyatsiyasi bor-ku. Endi qarang, hozir qarang, jigar transplantatsiyasiga очередь. Buyrak ishdan chiqqan, buyrakni anaqa qilishga очередь. Gematologiyaga boring, qon kasalliklar. Odam to'la, onkologiyaga boring. Odam to'la. Nima uchun shunaqa? Bu to'liq sababi bundan deb ayta olmayman. Lekin baribir shundan qanchadir doliyasi shunga bog'liq. Tartibsiz dori ichishdan men o'zimni tanishlarimda, qarindoshlarimda ham bor. Boshi og'riydi, og'riq qoldiruvchi. Boshi og'riydi, 1 yil davomida ichgan dorilarni qabul qilsangiz, so'rasangiz, pachka dori ichib o'rgan. Bitta og'riq qoldiruvchi, bosh og'riq haqida gap ketyapti. Uzoqqa bormaylik. Mana bugun ko'rsatuvga kelishdan oldin 3 ta dori ichdim. Davleniya tushiradigan ichdim.
sitramon ichdim. Undan oldin 0% ichib oldim, chunki oshqozonimni asrash uchun. Demak, 3 ta dori vositasini ichib ko'chaga chiqib ketdim. Hali kun davomida nechtasini Nechta ichaman. ichadi? Lekin organizmda to'planib va jigarni, buyrakni ishdan chiqarishini bilaman. Og'riqqa yo'qman-da. Ichaman, ishimni davom ettiraman. Mendagi odamlar nechta? Demak, har qanday dori vositasini azizlar albatta o'sha ichidagi qog'ozchasi bor-ku, buni ham o'qishimiz kerak. Shifokor aytishi mumkin, lekin sotib olishdan oldin aptekada 1 daqiqa men o'qib olay deylar yoki hech bo'lmasa Google ga kirib o'qinglar, chunki bor ichida qarshi ko'rsatmalari bor, kimga mumkin, kimga mumkin emas. Shifokorga telefon qilib aytinglar, menga mana bu joyi to'g'ri kelmas ekan, almashtirib bera olasizmi? Vaqt talab qiladi, lekin sog'lig'ingizni qaysidir qismida asraysiz. Endi burunga qaytamiz. Xurrak, apnoe. Bu ham eng katta muammolardan biri. Bilasizmi, men oila a'zolarimda endi bizda asosan erkaklar xurrak yotadi ko'p. Lekin bir narsaga e'tibor berdimda, ayollarni ham yoshi qandaydir chegaradan o'tgandan keyin xurrak yotishni boshlar ekan. Bu gormonal o'zgarish deyishdi menga. Lekin aslini olganda erkaklarimiz yoshligidan yigitlarimiz ham xurrak yotadi. Demak, erkaklarda bu ko'proq uchraydi va apnoe xurrak o'zi nimadan kelib chiqadi? Xurrak bu sotsial muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa O'zbekistonda juda ham ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. Xurrakning o'zi bu ovoz fenomeni hisoblanadi. Ya'ni nafas olganimizda, uxlaganda yumshoq to'qimalarni, xususan yumshoq tanglayni pirpirashi, ya'ni havo oqimi ta'sirida hirpirab ovoz chiqarish hisoblanadi. Bu xavfsiz hisoblanadi odam uchun. Misol uchun xurrak o'tadigan odamga xurrakning o'zini umuman zarari yo'q, lekin yonida turgan odamga bu katta zarari bor. Ya'ni sotsial muammo hisoblanadi. Unaqa odamlar bilan hech kim birga yotishisi kelmaydi, o'rtoqlari bilan chet elga chiqsa mehmonxonada hech kim u bilan turgisi kelmaydi, xotin eri bilan birga yotgisi kelmaydi. Bu qandaydir ma'noda eri xotin munosabatlarini buzilishiga, sotsial muammoga olib kelishi mumkin. Ya'ni eri xotin orasidagi munosabatni buzilishiga olib keladi agar birga yotmasa. Chunki xurrak o'tadi, undan uxlolmaysiz. Lekin apnoe bu boshqa narsa. Apnoe bu nima? Xurrak otish cho'qqisida yoki xurrak otishda nafasni to'xtab qolishi bu apnoe deyiladi. Bu juda ham zararli sindrom hisoblanadi. Demak, mana qarang, apnoeda xurrak otib turib bitta nafas to'xtaydi. to'xtab qoladi. Nafas Jim to'xtab bo'lib qoladi odam. Xuddi shunaqa. Nafas to'xtab qoladi. Bu nima bilan tasavvur qilish mumkin? Mana biza uyquymiz, uxlaymiz. Uxlaganda birinchi yengil yuza uyqu bo'ladi. Yuza uyqudan keyin bir qanchadir vaqt o'tgandan keyin biz chuqur uyquga o'tamiz. Bu chuqur uyquda haqiqiy miyamiz dam oladigan vaqt hisoblanadi. Bu chuqur uyquda butun kun bo'yi informatsiyalar qabul qilgan va qayta ishlagan miya dam oladigan vaqt bo'ladi. Mana chuqur uyquga kirganda bizning mushaklarimiz, ayrim mushaklarimiz tonus pasayadi. Va tonus pasaygani uchun yuqori nafas yo'llarida, imенно halqum sohasida kollaps bo'ladi. Ya'ni mushaklar tushadi. Bunga til qatnashishi mumkin. Yumshoq tanglay, haligi tilcha bor-ku, yumshoq tanglay yoki qixildoq yoki halqumning yon devori mushaklari ishtirok etadi va shunday nafas yo'lini to'sib qo'yadi. Bu nima bilan tasavvur qilish mumkin? Birov chuqur uyquda uxlayapti, ustidan birov kelib shunday buqqanga o'xshaydi. Nafas to'xtaydi. Lekin ba'zi odamlar bilasizmi, xuddi shu narsani boshdan kechirganda meni kimdir bo'g'di deb uyg'onadi. Xuddi shunaqa. Bo'g'ilib qoladi va shu vaqtda nima organizmda nima holat yuz beradi? Birinchi navbatda miya qondagi kislorod miqdori tushib ketadi, saturatsiya deymiz. Mana Covid vaqti hammamiz tekshirganmiz, 90 ga tushib ketadi. O'sha vaqtda saturatsiya tushib ketadi. Birdan miyaga signal boradi, organizmga xavf tug'ildi, o'lib qoladi deydi. Miya chuqur mazza qilib uxlayotgan chuqur uyqudan yuza uyquga o'tadi. Yuza uyquga o'tgandan keyin mushaklar tonusi ortadi, ya'ni miya turdi-yu, boshliq turdi. Tonus ortadi va haligi yopilib turgan kollaps ochiladi va nafas tiklanib ketadi. Ammo nafas to'xtab qolishi bu 10 sekund, 30 sekundgacha davom etishi mumkin. Bu organizm uchun juda ham xavfli. Bu stress holat. Ya'ni organizm mazza qilib uxlayman deb turibdi, uxlayapti, bo'g'ilib qoldi, yurak o'sha vaqtda birdan 60-70 urib turgan bo'lsa, 130, 140 gacha urib ketadi. Saturatsiya
50gacha tushib ketadi ayrimlarda. O'sha vaqt Aha, bug'ilib qolganda. Miya chuqur uyqudan yuza uyquga o'tadi. Endi eng yomon narsasi bu narsa 1 soatda 50, 60, 90 martagacha takrorlanadi. Bir kun davomida 500, 600 martagacha takrorlanadi. Bu degani miya kechqurun umuman uxlamadi degani. Endi bugun kechqurun uxlamagan miya ertaga nima bo'ladi? Masalan, bir kun qandaydir sabab bo'yicha kechqurun yaxshi uxlamasangiz, ertasiga o'zingizni qanday his qilasiz? Karaxt holatda, kayfiyatingiz yo'q, tez jahlingiz chiqib ketadi. Misol uchun, odatdagi kunda oddiy narsalarga ham xo'p desangiz, o'sha kuni jahlingiz chiqib ketadi, asabiy bo'lib qolasiz. Keyin bir kun kelib depressiya boshlanadi. Erkaklarda ortiqcha vazn yana ham qo'shila boshlaydi. Potensiya pasayishiga olib kelishi mumkin. Kayfiyatni o'zgaruvchanligi, xususan juda ham katta problemalarga olib keladi. Eng yomoni bunaqa bemorlar infarkt, insult bo'lish ehtimolligi 2 barobar oshadi. Uyqusida o'lib qolibdi deydi-yu. Demak, siz o'z klinikangizda aynan ham xurrakni, ham apnoyani davolayapsiz. Davolash choralari nimalardan iborat? Asosan birinchi davolashdan oldin bemorlarni yaxshilab tekshiramiz. Tekshirish nimadan iborat? Lor osmotr, lor ko'rigidan o'tkaziladi. Rentgenologik tekshirishlar o'tkazamiz va ikkita asosiy tekshirish o'tkazamiz. Birinchisi somnografiya, ikkinchisi sleep endoskopiya. Somnografiya bemorning uyqusini tekshiramiz. Necha marta nafas to'xtab qoldi, saturatsiyasi nechaga tushib ketdi, saturatsiyasi tushgan vaqtda pulsi nechagacha o'zgardi, necha desibel xurrak o'tadi, apnoe gipopnoe indeksi deyiladi. Necha marta nafas to'xtab qoldi. Buni darajalari bor. Agar 30 martadan ko'p bo'lsa 1 soatda o'zi bu yuqori darajadagi apnoe bo'ladi. Aniqlaganimizdan keyin sleep endoskopiya qilamiz. Unda bemorni uxlatamiz, xuddi tabiiy uyqudek va uxlagandan keyin kamera bilan kirib ko'ramiz. Qaysi qismi xurrak otishda qatnashyapti va qaysi qismi nafasni to'xtatib qo'yapti. Buni aniqlaganimizdan keyin o'sha davolash rejasini tuzamiz. Xurrak otishda asosiy sabablardan biri bu ortiqcha vazn hisoblanadi. Ortiqcha vazn. Ozg'in odamlarda ham bo'ladi-yu. Ozg'in odamlarda ham bo'ladi. Uni sababi ko'proq. Bodomcha bezini kattalash. Bu ham sabablardan biri. Asosan yumshoq tanglaydi, tonusini pasayishidan kelib chiqadi. Masalan, xurrak otuvchi tipik bemorlar qaysi bemorlar? Erkak, sal ortiqcha vazni bor, sal qorni bor, bo'yini sal yuqoriroq, yoshi 40 dan oshgan, kam harakat qiladigan, bodomcha bezi katta bemorlar hisoblanadi. Ko'zim oldiga keldi. Bu bemorlar asosan bizadagi bemorlar hisoblanadi. Endi qanaqa davolanadi? Bizadagi klinikamizda asosan davolash bu operatsiya yo'li bilan davolanish. To'g'ri, hamma bemorda operatsiya qilib bo'lmaydi, lekin biz shuni tanlab olib, operatsiya bo'ladigan bemorlarni tanlab olib operatsiya qilamiz. Operatsiya nimadan iborat bo'ladi? Operatsiyaning asosiy vazifasi nima? Yumshoq tanglay, shu nafasni bo'g'ib qo'yayotgan yumshoq tanglayni tonusini oshirib, taranglashtirish va nafas yo'lini kengaytirish. Operatsiyaning maqsadi shundan iborat bo'ladi. Qancha davom etadi operatsiya? Operatsiya 1 soatcha davom etadi. Demak, o'rta yengillikdagi Operatsiya hisoblanadi. Eng muhimi hozir bu eng zamonaviy usul hisoblanadi. Ya'ni ortiqcha kesishlarsiz barb iplaridan foydalanib, bu kosmetologiyada va plastik xirurgiyada ishlatiladi. Mana tishli iplar hisoblanadi. Shular yordamida tortib, tonusini oshirishdan iborat. Ya'ni haligi osilib yotgan, ya'ni ortiqcha vazndagi odamlarda yoki bo'lmasa gormonal o'zgarishdagi bemorlarda yumshoq tanglay osilib qoladi, katta bo'ladi. Shuni hisobiga kollaps, ya'ni apnoe va xurrak buzilib qoladi. Shuni toraytirib, tonusini oshirtirib, xilpirashiga yoki nafas yo'lini to'sib qo'yishiga yo'l qo'ymasdi. Endi tushundim nimaga ayollarda 40 yoshdan keyin bu rivojlanishini. Chunki gormonlar pasayadi va tonus pasayadi, u yerdagi mushaklar ham bo'shaydi va e'tibor beramizku, yosh katta onajonlarimiz, buvijonlarimizda ham xurrak otish jarayoni bo'ladi, lekin ayollarda har holda kamroq. Operatsiya, tonzilit operatsiyasini gapirdik, anginani, hozir mana xurrak va apnoyani gapirdik. Aslini olganda, yuqorida ham aytdim, hozir ko'proq baribir odamlar estetik jihatdan o'ziga qaragisi kelyapti-da, ayniqsa yoshlarimizda bu urf bo'lyapti, trend bo'lyapti va rinoplastika haqida so'ramoqchiman. Rinoplastika ham o'tkazasizmi?
Ha, albatta rinoplastika operatsiyasini ham amalga oshiraman. Lekin hammada ham qilavermayman. O'zimni tanlab oladigan bemorlarim bor. O'shalarda amalga oshiraman. Nima uchun tanlab degan gapi meditsinada tanlash degan boshqacharoq eshitilishi mumkin, lekin bu plastik operatsiya hisoblanadi, rinoplastika va bunda tanlashga haqqimiz bor. Chunki bemorda hayotiga hech narsa xavf soladigan narsa yo'q. Bu rinoplastika bilan septoplastikani ko'pincha odamlar almashtirishi mumkin. Rinoplastika operatsiyasi bu burunni shaklini o'zgartiruvchi operatsiya. Bu kosmetik operatsiya hisoblanadi. Septoplastika bu burundan nafas olishini tiklash operatsiyasi hisoblanadi. Bitta misol keltiraman. Misol uchun bitta bemor keldi, yoshi 40 dan oshgan erkak kishi. Burni travma olgan, burni qiyshiq bo'lib qolgan. U aytishi mumkin: "Men yaxshi nafas olmayman, kino aktyor bo'lmoqchi emasman, burnimning shakli usti qiyshiq bo'lsa bo'laversin, men uylanib bo'lganman, bola chaqalarim bor, men faqat yaxshi nafas olsam bo'ldi" deyishi mumkin. Unga faqat biz septoplastika operatsiyasini amalga oshiramiz. Endi bitta bemor keldi, burni yaxshi nafas oladi, muammosi yo'q, lekin burnining shakli o'ziga yoqmaydi, kompleksi bor qanaqadir. Uni faqat rinoplastika operatsiyasi amalga oshirilishi mumkin. So'nggi paytlarda har qanday operatsiyalarga to'g'risini aytaman, boshqacha nazar bilan qarayapman. Chunki avvallari ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaganda, vrachlarning xatosi bilanmi, yaratganning izni bilanmi yoki bemordagi o'zgarishlar bilanmi, baribir o'lim holatlari bo'lgan. Lekin biz bu haqda eshitmaganmiz, bilmaganmiz. Va hozirgi paytdagi katta muammolardan biri, chunki hozir xususiy klinikalarga tosh otilyapti. Operatsiyalarda xatolarga yo'l qo'yilyapti. Shifokorlar keraklicha qo'lidan kelgancha bemorlarga yordam berishmayapti. Hattoki yaqinda o'qib qoldim, o'lsa o'lib ketavermaydimi degan ma'nodagi kommentariylar bor. Ya'ni vrachlar shunchaki qarayapti bemorlarga deyilyapti. Lekin davlat klinikalarida unday emas. Davlat klinikalarida o'lim holatlari bo'lmayapti deyiladi. Balki davlat klinikalaridagi statistika chiqmayotgandir. Balki hozirgi paytda xalqqa faqat xususiy klinikalarda nima bo'layotgani qiziqroqdir. Bilmayman nima bo'lyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Avvalambor bunaqa voqealarda bo'lishi juda ham achinarli holat. Lekin haqiqat shundan iboratki, meditsina bu odamni joni bilan ishlaydigan kasb hisoblanadi. Bizning kasbimizda sharafi ham shundan iborat. Biz mashina bilan ishlamaymiz. Biz hayvonlar bilan ishlamaymiz. Biz odamlar bilan ishlaymiz. Bizning oldimizga bemorlar keladi va bemorlarni joni bilan ishlaymiz. Biz bemorlarni joni bilan ishlaganimizdan keyin qanchalik xohlamaylik, hech qaysi vrach buni xohlamaydi, lekin shunaqa holatlar bo'lib turadi. Endi davlat va xususiy klinikalarga keladigan bo'lsak, meni o'zim 10 yildan ortiq davlat klinikasida ishlaganman. Ishlaganda ham eng oldingi studentlarga dars beradigan klinikada ishlaganman. Toshkent tibbiyot akademiyasi, hozirgi eski Toshmida ishlaganman. Hozir 5 yildan beri, misol uchun, xususiy sektorda ham ishlayapman. U yoqda ham ko'rganman, bu yoqda ham ko'rganman. Hamma joyda o'lim holat afsuski bo'lishi mumkin. Bo'lgan, ko'rganman. Men bilan hech kim sporlasholmaydi bu sohada. Men u sohada ham ishlaganman, bu sohada ham ishlaganman. U yoqda ham o'lim bo'lgan, bu yoqda ham o'lim bo'lishi mumkin. Afsuslar bo'lsinki. Endi o'lim holatiga keladigan bo'lsak, avvalambor bu qadar, taqdir. Avvalambor hammamiz musulmonmiz, shunga iymon keltirganmiz. Agar biza odamni taqdirini qachon o'lish yoki o'lmasligini biza belgilay olganda edikki, Allohga shirk keltirib qo'ymaylik, lekin ayrim shifokorlar Xudo ko'rsmasin, bizaga sig'ininglar derdi. Agar biza shuni qo'limizdan kelganimizda. Bizning qo'limizdan kelmaydi. Biza faqat tibbiy yordam ko'rsatishimiz mumkin. Tibbiy yordam ko'rsatishimiz mumkin. Biza sohamizda
Afsuski shunaqa holatlar bo'ladi. Misol uchun, bu nimadan bo'lishi mumkin? Bemorga bog'liq holatda o'lim holati bo'lishi mumkin. Qanaqa? Bemor qanaqa aybdor bo'lishi mumkin? U vrachga ishonib kelganicha deyishingiz mumkin. Mana ayrim holatlar bo'ladi, bemorlar ataylab o'zini kasalini yashiradi. O'zimizda ham praktikada shunaqa bo'ladi. Aha. Operatsiyaga kelib turibdi. Avval operatsiya bo'lganini aytmaydi. Aha. Unda har xil motivatsiya bo'lishi mumkin. Masalan, operatsiya qildirgan bo'lsak, qilmayman deyishidan qo'rqishi mumkin. Masalan, ayniqsa rinoplastikada shunaqa ko'p bo'ladi. Ikkinchisi, doimiy ichib yuradigan preparatlarni yashiradi. Bayrimlar masalan narkotik vositalar qabul qilib yurishi mumkin. U hech qachon aytmaydi u. Men doktor bilib qo'ying, men narkozga olyapsiz, men narkotik qabul qilib yuraman deb aytmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam, operatsiyadan oldin hech narsa ovqat yemay, suv ichmay keling deb aytamiz, lekin ovqat yeb keladi. Ular o'ylaydiki, shu ovqat yedirsam, doktorga aytmasam hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Vaholanki nima bo'lishi mumkin? Masalan, oddiy holat. Operatsiyadan oldin ovqat yemang deymiz. Ovqat yeb keladi, nima bo'ladi? Narkozga oldik. Uni hamma mushaklari, oshqozon ichak traktidagi mushaklar kengaydi. Oshqozondagi ovqat qaytib chiqadi, aspiratsiya bo'lib havo yo'liga ketadi. Nafas to'xtab qolishi o'limgacha ham olib kelishi mumkin. Mana bu bemorni aybi bilan bo'ladigan narsalar. Ikkinchisi, vrachda aybi bilan bo'lishi mumkin. Hammamiz insonmiz. Hammamiz xato qilishga haqqimiz bor. Yuqorida aytib o'tgandan eng afsuslanarlisi biza odam joni bilan ishlaganimiz uchun xatolarimiz shunaqa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Unday desak, oddiy haydovchi 4 ta odamni mashinasida olib ketib, viloyatdan Toshkentga kelyapti. Aha. Kechqurun uxlamagan, yo'lda uxlab qoldi. U ham adashdi. Lekin nechta birdaniga 4 ta odam vafot etishi mumkin. Xudo ko'rmasin, bu avtobus bo'lsa-chi. 20 ta, 30 ta. Demak, u ishga ham bog'lamas ekan, oddiy shofyor odam ham agar o'z ishiga noto'g'ri qarasa yoki xato qilsa, o'limga olib kelishi mumkin. Siyosatchilarimiz, mana davlat jahonda ko'ryapmiz-ku, bitta xato bilan urush boshlansa, haftasiga 100 minglab odam o'lishi mumkinmi? O'lishi mumkin. Bu ham xato. Lekin bilasizmi? Endi qarang, uchinchisi. Yo'q, gapingizni bo'laman, chunki meditsina bizni ko'zimizga hozir ko'rinib qolgan sohalardan biri. Va ayniqsa shifokor brend bo'lsa, ya'ni uni ismi ostida juda ham ko'plab operatsiyalar o'tkazilsa, misol uchun o'zingiz ham bilasiz, izlaganda Instagramga kirib doktor Bo'tayev topishadi, sizni ko'rib chiqishadi, o'rganib chiqishadi. Undan keyin ishonch bildirib siz oldingizga kelishadi. Va agarda siz qandaydir xatoga yo'l qo'ysangiz, sizni qo'lingizda bo'lmagan narsa bo'lsa ham, albatta qanaqadir juda ham katta masshtabdagi janjalga aylanib ketishi mumkin. Agarda u insonni hech kim tanimasa, u bosib bo'lib ketishi ham mumkin. Ya'ni yoki bemor mashhur bo'ladi, yoki shifokor mashhur bo'ladi va ularning o'rtasidagi bo'layotgan jarayon bilan hech kim qiziqmaydi. Hech kimga qiziq emas. U qanday ahvolda keldi, davleniyasi balandmidi, yoki shifokordan nimanidir yashirdimi, yoki bu shifokorning xatosi emas, anesteziologning xatosimi, yoki operatsiyaga kirib ketayotganda bemorning ichki protsessi namoyon bo'lmaganda faqat jarayonda keyin kelib chiqdimi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin bu bizni tomosha qilayotgan insonlarga afsuski qiziq emas. Ular faqatgina hozir bosib yomon kommentariyalar yozsa bo'ldi. Nima uchun? Kimga foyda? Hattoki Alloh asrasin, o'sha o'tib ketgan odamni ham ruhiga bu yoqmaydi-da o'zi aslini olganda. Lekin bizning odamlarga shu narsa kerak. Divanda yotib olib kritika qilishimiz kerak. Lekin bo'lib o'tgan jarayonlardan hammamiz xabar topdik. Qaysi klinikada nima bo'ldi, qanday xatolar o'tmagan, buni aslini olganda men hali ham bilmayman, chunki jarayon bilan chuqurlashib qiziqmadim. Faqat hamma yoqdan kelgan yangiliklarni tingladim xolos. Aslini olganda u yerda nima bo'lgan? Xabaringiz bormi? Avvalambor, u yoqda nima bo'lganini faqat o'sha yerda davolagan anesteziolog, vrach va shu xodimlar bilishi mumkin. Hozir menimcha o'sha tekshiruv
komissiyasi tayinlangan. Bular tekshirib oxirigacha o'rgansa, ularga ayon bo'ladi va bu yoqda ekspertiza tekshiriladi. Sud-med ekspertizasi. Hamma ma'lumotlar yig'ilib, shundan keyin tahlil qilinganda ma'lumot bo'lishi mumkin. Biza bu yoqdan turib, u yoqda nima bo'lganini umuman bila olmaymiz. Vrach bo'lib turib, shu ishni 15 yildan beri qilib yurgan odam sifatida ham men ayta olmayman. Chunki odamlarimizga hozir yomon, balki qo'pol eshitilishi mumkin. Operatsionda o'lim holati 1000 xil ssenariyda amalga oshirishi mumkin bu yoqda. Tepada aytib o'tdim, bemorda aybi bilan, vrachda aybi bilan yoki umuman ikkalasiga bog'liq bo'lmagan holatlarda ham bo'lishi mumkin. Organizmni особенности. Misol uchun Nodir Abdullayevich o'zi aytdi, dorilarga allergik reaksiya bo'lgan bo'lishi mumkin deb aytishdi. Misol uchun oddiy misol allergik reaksiyani aytaylik. Allergik reaksiyani hech kim oldindan bilmaydi. Uni bila olmaydi. Allergik reaksiya bu doza независимый. Misol uchun aytishi mumkin odamlar hozir, shuni proba qilsa bo'lardi-ku deb. Probadan ham anafilaktik shok berishi mumkin-ku. Bizlarda ustozlarimiz aytardi, allergik reaksiyalar bu doza независимый. Sir vaqtida bilsangiz, больницаga kirsangiz, больницаning o'zini hidi bo'lardi. Eslaysizmi? Bu penitsillinni hidi bo'lardi. Penitsilin chuvchi modda-ku, antibiotik. Shu penitsilin moddasi shunchalik ko'p ishlatilardiki, mana muolaja xonasida u uchuvchan modda bo'ladi. Baribir bunaqa qilganda oqadi, chiqadi-ku. Shuni hidi tarqalardi. Ayrim bemorlarda ana shu xonaga kirganda shuni hidlab anafilaktik shok bu o'lim holati bo'lishi mumkin. Lekin penitsillindan menda ham allergiya bor. Shifokorlar so'rashsa, men penitsilin deb albatta yozaman. Demak, o'sha paytda juda ham ko'p qilingan hattoki hididan ham allergiya berib odam vafot etishi mumkin. Bu dozaga зависимый emas. Endi qarang, men sizga bitta случайni aytib beraman. Biz tanishimizda anoga borgan. Dam olish sanatoriyga borgan, kosmetolog aytganki, yuzingizda sal narsa bor ekan, shuni shlifovka deydi. Men kosmetik tilini bilmayman. Shlifovka qilib qo'yamiz degan va ozroq shlifovka qilib, lidokain sprey bor-ku. Spreyni sepgan. Spreydan anafilaktik shok bo'lib, shu o'ldi, vafot etdi. Tasavvur qilyapsiz? Siz meni qo'rqityapsiz hozir. Spreydan bo'lishi mumkin. U qancha dozada tushgan bo'lishi mumkin. Oddiy shlifovka qilingan, lidokain sepilgan. Shundan shunaqa reaksiya bo'lishi mumkin. Anafilaktik reaksiya bu oldindan aytib bo'lmaydigan kuchli organizmni allergik reaksiyasi hisoblanadi. Bunga yordamlar bor, yordam beriladi, lekin ishod hammada har xil bo'lishi mumkin. Har xil bo'lishi mumkin. Hozir qarang. Yana bir narsa aytmoqchiman. Men kommentariyalar borasida. Birinchidan kommentariy yozayotgan vaqtida juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Endi men vrach sifatida nima deyishim mumkin? To'g'ri, bir kishi bemor vafot etdi. Ularning oilasiga hozir qanchalik qiyinligini tasavvur qilishimiz mumkin. Juda ham bu katta o'tiradi, juda ham yomon. Ular har xil gap gapirishi mumkin, emotsiyada. Uni ham tushunamiz. Ularni qoralash yoki oqlash niyatim yo'q. Bu tabiiy reaksiya. Lekin boshqa neytral odamlar, uni ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan odamlar, ular sizlar bilmaysizlar-ku, nima voqea yuz bergan yo'qda. Men aytdim, o'lim holati vrachda aybi bilan bo'lishi mumkin, bemorda aybi bilan bo'lishi mumkin, yoki ikkalasiga bog'liq bo'lmagan holatda ham bo'lishi mumkin. U vrachda ham ota-onasi bor. U ota-onasini nazdida bu bola shifokor, u giroy, farzandlarining nazdidachi, u ota uning uchun supergiroy. Endi bular katta bolalari bo'lsa, farzandlari bo'lsa, ular ham ko'radi-ku ijtimoiy tarmoqlarda. Ularning ahvolini o'ylashimiz kerak. Uni ota-onalar, qari ota-onalari bo'lishi mumkin. Ularning ahvol qanaqa o'chiradi? Shuning uchun iltimos, kommentariyada yozayotgan vaqti, fikr bildirayotgan vaqti ehtiyot bo'lib bildirish kerak. Hali biz bilmaymiz nima bo'lganini. Hali hammani tekshiruvchi odamlar bor. Biz qonuniy davlatda yashayapmiz. Hamma jazosi bo'lsa, agar aybi bo'lsa, oladi. Lekin kommentariyadan ehtiyot bo'lish kerak. Vrachda ham onasi bor. Vrachda ham farzandlari bor. Uni nazarda tutish kerak. Bitta yomon gapirsangiz farzandiga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Qari ota-onaga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? U qotil emas-ku, u prosta ishini bajardi va xato qildi.
Men tepada aytib o'tdimki, hamma kasb egalari ham xato qilishi mumkin. Shu jumladan biz ham baribir xato qilishimiz mumkin. Ozmi, ko'pmi xato. Lekin afsuski bizning xatolarimiz ham shunaqa o'lim holatlariga olib kelishi mumkin. To'g'ri, lekin hech qaysi shifokor operatsiyaga shu bemorni o'ldiraman deb Deb kirmaydi. kirmaydi. Hech qaysi bemor operatsiyaga kirib o'laman demaydi. To'g'ri, xayolidan o'tishi mumkin, lekin shifokor ham, bemor ham xayr istab kiradi. Ana shu bemorni dardiga davo istab kiradi. Va agarda 10 mingta, 100 mingta odamning ichidan mana shunday xatoga yo'l qo'yilganda ham biz chetdan kuzatayotganda siz aytgandek ularga katta bosim o'tkazishimiz noto'g'ri. Demak, o'rganiladi va undan keyin o'zimizga xos, mos bo'lgan agar bilsak, shu tematikani kommentariy qilaylik, iltimos. Operatsiyalar tortilib qoldimi? Kamayib qoldimi? Kamaydi. Nimalar Endi bo'lyapti? qarang. Bizada общество mana shunaqa narsalardan iboratki, o'lim holati bo'lsa, demak, tabiiy holatda menda ham bo'lishi mumkin. Bu jarayon shunchalik ko'p ekanki deb o'ylab qolishi mumkin. Chunki ovozlar ko'p bo'ldida, shunday deb o'ylashi mumkin. Buni yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Yaxshi tomoni nimada? Yaxshi tomoni odamlar sal ehtiyotkorroq bo'lib qoldi. Kerak yoki kerak bo'lmagan holatda operativ muolajalarga ehtiyot bo'lib qoldi. Endi nima muolaja deganda nima kirishi mumkin? Oddiy kosmetologik muolajada ham bo'lishi mumkin. Oddiy tishni muolajalarida ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa plastik operatsiyalarda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Shunda sal ehtiyotkorroq bo'lib qoldi. Shu shartmi menga degan savol tug'ilib qoldi. Shartmi deb. Ikkinchi tomoni, yomon tomoni, haqiqatdan shu operatsiyaga muhtoj odamlar bor. Aha. Misol uchun burundan yaxshi nafas olmaydigan bor yoki sizga aytgandek tanzilit bo'lib yurgan bemorlar bor. Bular operatsiya qilish kerak. Operatsiya qilsa hayoti keyin juda ham yaxshilashadigan bemor. Bular ham qo'rqib qoladi. Shu kasalligi bilan balkim butun umr yashashga to'g'ri kelishi mumkin. Vaholanki bu operatsiya qilsa qutuladi shundan. Bular ham qo'rqib qoldi. Yomon tomoni shu. Haqiqiy operatsiyaga ko'rsatma bor odamlar ham bo'lib qoldi. Endi yana bir narsani aytishim mumkin. Agar shunaqa qo'rquv bir narsani hal qilganda, men bilishim bo'yicha O'zbekistonda avtotransport halokatidan bir kunda 6 kishi halok bo'lar ekan. 6 kishi. Unday bo'lsa, mashinaga ham chiqmasligimizga to'g'ri keladi. Mashinada ham yurmaylik. Xavf bor u 6 ta. Lordan misol uchun o'zimiz sohani aytaylik. 1 yilda afsuslar bo'lsin, 5 ta, 6 ta bunaqa holatlar bo'ladi. 1 yilda. U 1 millionga yaqin operatsiya bo'ladi 1 yilda. Undan ham ko'p bo'ladi. To'g'ri, statistika sal boshqacha. Statistika juda ham agar sonini hisoblasa, endi bir xil aytish mumkin. Vrachlarimizni salohiyati yetmaydi deyish mumkin. Unda Amerikada ham 100 mingta narkozdan 75 kishi statistikada bor, vafot etishi mumkin. Unga nima deymiz? Amerikada qanaqa imtihonlar topshirishini, vrachlar qanaqa tayyorgarlik ko'rishini u balkim oddiy xalq bilmas, biz bilamiz. Ularda qanaqa оборудованиялар borligini, ularda qanday tibbiy standartlar borligini biz bilamiz, shuning ichida yurimiz u. Lekin ularda ham bor u. To'g'ri, chunki inson hayoti bu boshqa insonga bog'liq emas aslini olganda. Asli. Biz sababchi bo'lamiz. Inson insonni qaysidir harakatiga sababchi bo'lishi mumkin faqat. Doktor Bo'tayev qimmat vrachmi? O'rtacha. O'rtacha deganda u nima? Misol uchun hozir keling, suhbatimiz yakunlanib boryapti. Deylik, apnoeni to'xtatadigan operatsiya sizda necha pul? 10 million atrofida. Hamma narsa kiradi ichiga. Plus minus. Plus minus. Koyka yotishi, operatsiya, jarayonlar hammasi shuni ichiga kiradi. Rinoplastika necha pul? Rinoplastika где-то 15 million bilan 20 million orasida. Koykalari bilan birga. Hamma narsasi. Angina oldirish? Angina oldirish bu qiyinlik darajasiga qarab 7 milliondan 10 milliongacha. Burundagi polip, adenoidlar? Adenoid yosh bolalarda o'zi bo'ladi 4,5 million. Poliplar bu murakkab operatsiya hisoblanadi. Bu 8 milliondan 10 milliongacha. Va yuqorida siz katta rol o'ynaydigan burun to'sig'i haqida gapirdingiz. Shu operatsiya necha pul turadi? Bu operatsiya 7 million atrofida.
Demak, hammasi ichiga kiradi. Ha. Bemor keladi, tekshiruvlar ham kiradimi? Yo'q, tekshiruvlar kirmaydi. Demak, tekshiruvlardan keyingi jarayon. Operatsiya, yotish, koyka, narkoz hammasi ichiga kiradi. Menimcha, bugungi suhbat davomida sizni sohangizga tegishli ancha-muncha savollarga javob oldim. Chunki o'zim bilmagan holatlar ham bor ekan, bilib oldim. Va agarda siz qaysidir savolga javob berishni istasangiz, bu qaysi savol bo'lgan bo'lardi? Qolib ketgan savollar ichida men bermagan savollar bormi? Yo'q, menimcha hamma savolga javob berdik. Chunki quloq haqida gaplashmadik bugun. Yo'q, o'zi quloq bilan uncha shug'ullanmayman men. Demak, Asosan burun- rinoxirurgman. Burun Burunni va operatsiyalari tomoq bilan. haqida gaplashdik. Azizlar, hurmatli muxlislar, kuzatuvchilar, Toshkent shahrida aslida olganda lor klinikalar juda ham ko'p. Va biz aynan shu shifokorni bejizga taklif qilmadik, chunki xalqimiz orasida baribir yaxshi kommentariylar ham borda. Asosan insonlar qaysidir shifokorga borib, ana shu shifokorni tavsiya qilishsa, men bunga quloq solaman. Chunki boshidan o'tgan tabib va shifokor unga qilgan muomalasidan boshlab bergan davosigacha biz bilan bo'lishadi va aynan mana shu podkastdan keyin, mana shu mini ko'rsatuvchadan keyin agarda sizda bo'lgan muammolarga yechimni doktor Bo'tayevdan topsangiz, biz ham xursand bo'lgan bo'lardik va albatta kommentariylarda yozing shifokorga murojaat qilganingizni, shifokor sizga qanday yordam berganini, chunki sizni maslahatingiz, sizni tavsiyalaringiz biz uchun juda ham muhim. Bugun ko'rsatuvga kelganingiz uchun sizdan minnatdormiz, chunki bu suhbat orqali o'z shifokorini topa olmayotgan insonlar o'zini shifokorini topishiga biz ham ishonamiz va siz qo'ldan kelgancha ularga yordam berishingizga ham aminmiz. Va eng qizig'i bilasizmi nimada? Siz bilan suhbatga kelayotganda qanday gapirar ekanlar, savollarga qanday javob berar ekanlar deb kelgandim. Chunki shifokor yaxshi bo'lishi mumkin, yaxshi tavsiya bera olmasligi mumkin. Lekin menimcha siz ham yaxshi shifokorsiz, ham tavsiyalaringizga ham quloq tutish kerak. Katta rahmat. Rahmat katta. Azizlar, Shifo bo'lsin podkasti. Salomat bo'ling.